Mani soham modellikning ham bir necha yo'nalishlari bor. Modellik sohasida meniki go'zallik tanlovlari yo'nalishi. 3 yildan beri shu yo'nalishda faoliyat yuritib kelaman. 5 yildan beri san'at sohasida, modellik sohasida sevib, o'zim yaxshi ko'rib, orzularimga birma-bir erishib kelaman. Lekin har bitta yutug'imni, har bitta xursandchilik paytlarimizni orqasida har xil sinovlar, har xil qiyin kunlar, boshimizga kichik tashvishlar tushib turar ekan va mana shunisi bilan hayot qiziq. Shunaqa tashvishlar bilan biz hayotda tajriba olishamiz. Bugun sizlarga bitta qismini shu ochmoqchiman. Shu paytimgacha Miss Ayza bo'lgungacha mana yaqindagina vazirimiz qo'lidan o'zim shaxsan shu moda sohasini rivojlantirganim uchun diplom oldim. Juda ham xursand bo'ldim, taqdirlashdi. Mana shu yutuqlarning orqasida bir necha qiyinchiliklar, sinovli kunlar, har xil takliflar bo'lgan va mani birinchi shu hayotda ko'rgan yomonlik desa bo'ladimi? Har bitta yomonlikda aslida yaxshilik tarafi bor-da. Xayrligi bo'ladi. Har bitta taklif ham, har bitta yomon ish ham shuning uchun yaxshilik desam bo'ladi. Xullas, hayotda katta ko'rgan tajribam 17 yoshimda bo'lgan. Dada siniq nonlarni yeb, siniq gapirdim. O'zimga ortiqcha bera olmadim Zeb. Hamma meni xafa qilaveradi. O'kisdaveradi. Otasi yo'q deb. Dada, qaniydi yonimda bo'lsangiz edi. Osh qilib berardim. Yerdingiz dada. O'sha nohaqlarga, u nomardlarga qizimdan nari yur derdingiz dada. Dada, siz meni qush ham cho'qib ketyapti. Bo'yim, yelkalarim cho'kib ketyapti dada. Kelin qilishmadi. Otasi yo'q deb yo'lday umrim qo'lday o'tib ketyapti dada. Stop, yetadi, rahmat. Soliha, ikkingiz. To'g'ri kelmadimmikin? Umuman olganda aktyorlik mahoratingiz yaxshi. Harakatingiz ham bor. Faqat yoshingiz juda kichkina. Sizga partnyor tanlashda qiynalamiz. Qolaversa, bo'yingiz ham past. Bizda asosan bo'yga e'tibor qaratilganda. Tushunadi. Mayli, xafa bo'lmang. Yana 1-2 yildan keyin harakat qilib ko'ring. Rahmat, xap. Voy. Kimdan bo'ldi bu SMS? Nahotki Samira opa? Samira opa. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qariya Samira opa xalqaro konkursidan javob keldi. Meni qabul qilishdi. Rosti, Shahrizoda. Shahri, men senga ishonardim. Shunaqa bo'lishini bilardim. Zo'r opa. Ha, albatta zo'r. Ana endi sen albatta birinchi o'rinni olasan. Xudo xohlasa. Endi ketib O'zbekiston nomini namoyish qilib kelaman. To'g'ri-da, bizani o'zbek qizlarini chiroyliligini, go'zalligini, latofatini hamma butun dunyo bilsin. Ha? Rahmat opa. Sen bu chiroying bilan hali ko'p yutuqlarga erishasan. Chunki sen harakatchan, irodali, kuchli qizsan. Men senga ishonaman, singlim. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qani, hammasini aytib berchi.
shuncha ish qilib qo'ydim-ku, lekin noto'g'ri qildimmikin deb o'ylayapman. Nimaga? Bu tanlovga qatnashyapman, lekin bir qancha pul ketadi. Makiyajimga, kiyimlarimga, har bitta kiyimimga moslab sumka, tufli, aksessuarlar olishim kerak. To'g'ri. Undan tashqari bordi-keldi xarajatlari. Buncha pulni qayerdan olaman? O'ylayapman, opa. Ha, hali bu taraflari ham bor ekan. Hadi, shuncha xarajatga endi pulni qayerdan topaman? Qilgan harakatlarim uvol ketmasin deb ishlasammi-ki o'qishni tashlab bu joyda? Yo'q, o'qishni tashlama. Sen shunchasiga erishding, bundan keyin ham erishasan. Chiroyli niyat qil, ana unda hammasiga erishasan. Ota-onangdan so'rasang-chi. Yo'q, ota-onamdan so'rash xayolimga ham kelgani yo'q. Chunki shundoq ham menga shuncha pul sarflashyapti. O'qishimga, bu yerda yashashimga sharoit qilib berishgan. Shu ijara to'lovini ham dadam to'layaptilar. Bunaqa xarajatlarga pul so'rashim ortiqcha bo'ladi. To'g'ri. Mayli, o'ylama. Sen shu joygacha keldingmi? Bundan keyingilarni ham eplaysan. Xudoyim senga albatta yo'l ko'rsatadi. Yaxshi niyat qil. Yaxshi niyat qilsang, albatta erishasan. Xo'p? Rahmat, opa. Yaxshi ham spor ekansiz, opa. Jonim singlim, hali hammasi zo'r bo'ladi. Sen butun O'zbekistonni, qizlarni qanaqa chiroyli, latofatli ekanligini ko'rsatib berasan. Birinchi o'rindan olib kelsang, birga nishonlaymiz, ha? Qayoqqa boramiz keyin? Xohlasa. Kim ekan endi bu? Alo. Alo, siz Shahrizodamisiz? Assalomu alaykum. Ha, Shahrizodaman. Va alaykum assalom. Biz reklama agentligidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Bizga bir oy oldin kastingga kelgandingiz, shundaymi? Ha, borgandim. Sizni reklama agentligimizga taklif qilmoqchimiz. Voy, rostdanmi? Rahmat kattakon. Iloji bo'lsa bugun ofisimizga kelib keta olasizmi? Albatta boraman. Soat nechiga borishim kerak? Bugun kun davomida ofisimizda bo'lamiz. Xo'p, unda hoziroq bora qolaman. Rahmat kattakon, xo'p. Xo'p, kutamiz. Samira opa. Samira opa. O, Opa, sizga zo'r yangilik bor. qanaqa yangilik? Meni hozirgina reklama agentligiga ishga taklif qilishdi. Buncha yaxshi, zo'r bo'pti. Zo'r opa, lekin nima qilishimni bilmayapman. Voy. Topdim. Javonda jigarrang kostyum bor. O'shani kiyasan. Yur. Unga mos sumkam yo'q-da. Menda bor. Qani yur, tanlaymiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shahrizodaxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Hozir boshlig'imiz siz bilan suhbatlashadi-da. Ha? Mayli. Marhamat. Xo'p, Shahrizodaxon, nima savol bersalar, javob berib tursangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Kiring. Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Mana siz so'ragan Shahrizoda. Ha, yaxshi. Tohirjon, siz tushuntirib berdingizmi bizning tashkilot qanaqa reklamalar bilan shug'ullanishini? Yo'q, o'zingiz tushuntiraman deganingizga hali tushuntirganim yo'q. Mayli. Qani, turinglar qani? Xo'sh, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xullas, bizning firma reklamaga oid. Sizni bizning firmaga как model qilib olmoqchimiz. Rahmat. Kiyim bo'yicha muammo bo'lmasin. Biz hammasini olib beramiz. Agar ishingizni uddaburonlik bilan hammasini zo'r qilib ishlab bersangiz, maoshingizni ham o'shanga qarab oshirib beramiz. Rahmat. Xo'sh, nima deysiz? Mayli, men roziman. O'zi reklamalarga tushish orzu qilardim.
Rahmat. Orzularim amalga oshdi deb hisoblayvering, yaxshi qiz. Rahmat kattakon. Men sizlarning ishonchinglarni oqlashga harakat qilaman. Ishonamiz. Bo'lmasam ertaga sizni ofisimizda kutamiz. Rahmat. Orifjon, Davray. qizimizni hamma bilan tanishtiring. Buxgalteriya bilan tanishtiring. Siz ertaga hujjatlaringizni olib, ertadayoq ishni boshlasangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Xo'p, yaxshi bo'ladi. Xo'p, unda ketdik biz. Rahmat. Xo'p.